Assalomu alaykum ahli jamoat. Mana yangi bir ixtiromiz. Mana shu qilingan loyihamizning foydasi 5 mahal azon ovozlarini butun hududga tarqatib beruvchi kolonka bo'ladi. Temirdan varanka yasab, ya'ni mana shu go'rinda yasab turib, ichiga dinamik qo'yyapmiz, 15 dyumli, 4 ta tarafga qaratib qo'yilyapti. Buni yaxshi tarafi faqir kolonkamiz, mahalliy tilda aytganda, tez kuyib qolyapti va juda ham nafis. Tez pachoq bo'ladi yoki tez kuyib qoladi. Mana bu qilingan ishimiz ichi 15 dyumli sredniy chastotali kolonka va go'rin. 4 ta tarafga qaratib svarka qilib qo'yiladi. Uzoqqa chidaydigan qilib beryapmiz. Bu endi jamiyatimizga va jamoatimizga juda ham foydasi ko'p, chunki 5 mahal shu atrofga azon ovozlarini tarqatib beradi. Biz hozirda Farg'ona viloyati O'zbekiston tuman Fajrul Islom jome masjidi yuqori qismidamiz. Mana sizlarga tavsiya. Qayerga kerak bo'lsa telefon qilinglar, xudo xolasa maslahatlarimizni beraveramiz inshaalloh. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.